Assalomu alaykum, qadrli YouTube muxlislari, qadrli mani obunachilarim, mani endi ko'rib turgan kanalim mehmonlari. Bugungi mavzumiz sizlar bilan gaplashib o'tadigan mavzumiz Belly gigant va Faravon to'g'risida gaplashamiz. Undan chiqqan jo'jalari va inkubatsion tuxumi, qanaqa yem berish kerak, qanaqa boqish kerak. Xo'p, tuxum foizi tushib ketsa yoki tuxum qanaqadir po'stoqsiz tug'ilib qolsa yoki kichkina yoki bir qanaqadir rangli bo'lib shunaqa neobычный rangda tug'ilib qoladigan bo'lsa, o'shanda nima qilish kerakligini to'g'risida gaplashamiz. Undan oldin sizlardan so'rab qoladiganimiz like, chiroyli qilib kommentariya yozib ketishinglarni so'rab qolamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlar uchun xizmatdamiz. Nimaiki ma'lumot kerak bo'lsa, bedana to'g'risida bemalol Telegram kanalimga o'tib, mana shu pastdagi nomerlarda Telegram nomerim bor. O'shanga o'tib savol-javoblarni qilsanglar bo'ladi. Bo'lmasa, bizlar videoni boshladik. Ketdik. Xo'p, bo'lmasam atrof muhitdan boshlaymiz. Xonamiz mana shu yerda 8,5 ga 6 xona. Mana shu umumiy ko'rinishi. Masalan, orqaroqqa qaytib olamiz. Chekada bitta ventilyator bular uchun ishlayapti. Bu yoqda katta ventilyator bor, uni kunduz kuni ishlatamiz. Kechqurunga hozir yana bitta ventilyator bor burchakda. Umumiy ko'rinish mana shu bo'ladi. Mana bu havoni chiqarib tashlaydi. Narigi ventilyator havo olib kirib keladi. Xo'p, hozir uni o'chirib qo'ydik. Pastda plisoslarimiz yuribdi, unga ahamiyat bermaysizlar. Xo'p, bu Belly gigantlarimiz mana shu turgan Belly gigantlarimiz. Bu yoqda bor, ikkita etaj. Qolgani yangi partiya, narigi katak, bu ikkita etaj. Bularga 7 oy bo'ldi. 7 oylik bedanalarimiz xudo xohlasa 85% tuxumda. Hozir ertalabgacha tug'ishadi. Ozgina bezovta qilyaptik. O'shanga xo'rozlari sal bezovta bo'lib turibdi. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Yemlarimiz tug'ib turgan bedanalarga ikota yemi, mana yemlarni bosib qo'yganmiz. Ikota yemi bo'ladi. B3. Ikki xil bo'ladi. Bunda B3 bilan narigi rost bedana yemi bo'ladi. Bu 40 kilolik qop. Buni 25 kiloligi ham bor. Bu reklama emas. Ikotani reklamasi emas. Prosta yaxshi yem bo'lganligi uchun aytib o'tib ketyapman. Toshkent va Toshkent viloyatida bo'lganlar mana shu yemdan beringlar. Zo'r yem. Endi bularga qaytamiz. Tuxumlarimiz mana yirik. Hozir buni agar ishonmasanglar mana taroziga ham qo'yib ko'ramiz. Tarozini olib kelib oldim. Taroz ko'chada edi. Xo'p, tuxumlarni olamiz mana. Aqlagan joyimizdan olaveramiz. Tursa bo'ldi shunday. Shunday qo'ysak. Xo'p, 13 gram. Bu inkubatsion tuxum bu. Xo'p, 16 gram. Keyingi tuxumimiz, ikkitani qo'ydik. 13 gram. Endi bundan yiriklari ham bor. Endi qo'limga ilinganini ola qoldim. Qani yana bu joydan mana shuni tortib ko'ramiz. Mana yana 4 ta oldim. Ani kommentda yozishdi, kamerani nega boshqa joyga olib qochdingiz degan savol-javoblar bo'ldi. Endi operator chalib qolgan, boshqa qilgan, u bizda g'irromlik yo'q. Mana 14 gram. Bunisi 16 gram. Yo'q, 14 gram, 13 gram. 13 ekan mana, aniq. Keyingisi 13 gram. 13 gramdan kam emas. 13 gramdan kam emas, mana ko'rib turganinglardek. Xo'p, bu nimadan dalolat? Birinchidan zot toza, ikkinchidan yem yaxshi. Shu uchun
bedanalar yaxshi yirik tuxum tug'adi. Ertalab soat 7:30da don yeydi. Shu bilan to kechki 5:30-6gacha o'sha donni yeb turishadi. Hozir yoz bo'lganligi uchun ko'proq suv ichadi. Suv постоянно mana avtomat turadi. Avtomatik ichadi. Kechqurun o'sha 5:30-6larda keyin yem beriladi. Mana hali yeb bo'lmagan. Suvlarini mana o'zlari avtomatik ichadi. Yoz bo'lgani uchun yem kamroq yeyiladi parrandalarda. Qishki paytga o'tganda 35 gram to'liq yeydi. Hozirda 30 gram yeyapti. Bilasizlar, yozgi kunida kerak bo'lsa insonlarda ham ishtaha yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun bularda ham xuddi shunaqa. Kechga yaqin yaxshi yeyishga o'tadi. Xo'p, endi xatolar, kamchiliklar to'g'risida gaplashamiz. Uncha kamchiliklarga e'tibor bermaysizlar. Bizaniki o'sha jaydaricha video olamiz. Buni oldindan nima deydi? Obuna bo'lib, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz obuna bo'lgan bilishadi. Shunaqa jaydaricha video chiqaraman. Xatolar nimadan kelib chiqishi mumkin? O'lim. Birinchidan o'lim bo'lsa, mana bu oxirisiga go'ng tushib qolsa ham zaharlanishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun e'tibor beringlar mana paddonga. Paddon iloji boricha mana shuncha chiqib turishi kerak. Mana buni oyog'im tagidan. Xo'sh, bu tarafda ham shu. Endi o'g'lim tozalagan. Sal ichkariga kirgizib qo'ygan. Bu ham yosh hali. Yaxshi olib boryapti u ham. O'zimiz bo'lsak, misol uchun ayolim yo dadam yo o'zim bo'lsam, sal bunaqa nima deydi? Ozgina kamchiliklarga e'tiborli bo'lamiz. Mana bu yoqlarda to'g'ri qo'ygan. Bir xil joylarda shoshib ishlagan. Mana ko'rasizlar, mana shunaqa turish kerak. Mana bundan chiqib turadi, mana bunisidan. Bu 10 sm, 8 sm chiqib turish kerak bo'ladi. Videoga qo'shinglar. Sayr o'rmasdan kim tursalaringchi. Xo'p. Bularni inkubatsionniy tuxumga zakaz olamiz bemalol. 1,5 ming so'mdan. Zotlari toza. Buni ham hozir tortib ko'rsataman. Bemalol videoni bo'lmasdan, kamerani u yoqqa olib qochmasdan ko'rsataman. Bemalol joningiz sog' bo'lsin. Bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. O'sha komment yozgan akamizmi, ukamizmi, opamizmi, singlimizni. Xo'p, bu yoqda farovonlar mana. Farovonlarimizni ko'paytirib oldik. Inshaalloh bularni jo'jalari ham chiqqan, chiqib yotibdi. Tuxum yig'ib yotibmiz mana. Bundan sotyapti ham. Buni tuxumi 4000 so'mdan sotyapti hozirgi kunda. Pastda yangi tuxumga kirayotgan bedanalarimiz. Bular ham xuddi shunaqa belgigan taqa yeydi. Lekin rosa xurkak emas ekan, mana qo'lga o'rgangan. Ichida endi nima deydi? Mana buni qaranglar. Eston kichkina bo'lib qoldi buni oldida. Farovon juda yirik zot. Mana bular endi tuxumga kirayotganlari. Keyingi pakalini. Bu 3 dona makiyon, 2 dona xo'rozdan ko'paygan bedana. Noyabr oyida olib kelingan bedanadan mana xudo xohlasa 500 taga yaqin bo'lib qoldi. Bunga ham zakaz olamiz. 4000 so'mdan tuxumi, jo'jasi ham, inkubatsionniy tuxumi ham bor. Bular ham xuddi shu. Mana shu ikkita etajimiz eski etajdan mana bularni pakaliniyasi, 7 oyliklar. Pastdagi ikkita etaj, mana bu etaj yangi pakaliniya. Mana buni orqasida turgan kataylardan. Xo'p, bularda ham xuddi shunaqa yemlari 2 mahal beriladi. Mana bu go'ngga e'tiborli bo'linglar. Juda
nozik masala. Mana shunaqa narsalarni ko'rsanglar, terib tashlanglar. Keyingi masala mana bu setkasiga go'ng turib qoladi mana. Buni ham olib tashlanglar. Iloji boricha tuxum terib bo'lganlardan keyin bir qayta go'nglarni olib tashlasanglar, nima uchun bunaqa deyapman? Mana bu narsa bo'ladi. Mana xuddi shunaqa narsa bo'ladi mana. Tuxumlari sinib chiqishi mumkin. Baribir u tomondan bedanalar keladi, bir-birini quvadi, xo'rozlar makonni quvgandan keyin tuxumni tepishga o'tadi. Mana bu yoqda ham bor. Chatlanib qolgan. Sinishga olib keladi. O'shaning uchun iloji boricha mana bunaqa narsalarni mana ko'rasizlarmi mana shuni? Sal anaqa bo'lsa ham endi ko'rsataman. Sizlarga nima deydi, ma'lumot bo'lishi uchun. Mana shunaqa narsalar bo'lsa olib tashlanglar. Iloji boricha mana kelib qoldi bu ham. Bunga 100 ming marta aytsam ham baribir xayolda, yoshda qizlarni o'ylaydi, boshqa qiladi. Ha? Mana shunaqa qilib chiqadi. Qaddonni ichkariga surib tashlamagan, tushundingmi? Mana shu go'ng mashqga tushyapti mana ichiga. Xo'p, mana bunaqa go'nglarni terib tashlanglar. Xo'sh, bularni ma'lumotini berdim deb o'ylayman. Agar tushunmagan joylar bo'lsa, kommentga yozib ketasizlar. Xo'p, keyingisi mana bu katagimiz. Bular ham malotka, endi tuxumga kirishyapti. Mana tuxumlari. U mayda narsa emas. Kirgan bo'lsa bir 5 kun, 10 kun bo'ldi-da, uzoq 10 kun bo'ldi. Mana tuxumlari. Keyin ham mana tep chiqarib olishadi. Bular ham xuddi shunaqa. Mana shunaqa donini suvini berasizlar, paddonlari. Mana. Xo'sh. Endi tortib ko'rsatamiz. Bu 55 kunlik bo'ldi. Bu yoqdagilar 7 oylik bo'lgan mana bu yoqdagi 3 ta katak. Endi tortib ko'rsatamiz, qani? Xo'sh, tarozni to'g'rilab oldik. Endi qaysi katagga ochiladi? Bemalol ochiladigan katagga tortib ko'ramiz. Bularni yaxshilab eslab qo'yinglar. Bu semirtiradigan yem emas. Bu tug'dirtiradigan yem. Shunga ham e'tiborli bo'lasizlar. Yana qanaqadir gap so'zlar bo'lmasin. Mana oldim, kamerani olib qochmadim. Xohlaganim tanlab oldim. Mana keldik. Mana tarozi, mana bedana. Qo'ydik. 376 gram. Bu oddiy tug'dirib turgan yemda. Agar men bunga finish bersam, o'zi 500 gramga chiqadi. Bu realniy narsa. Realniy narsa. Xo'p, endi farovonni olamiz. Farovonni orqa tomondan ko'ramiz. Xo'sh, farovonni ham xuddi shunaqa nima deydi? Uni boylab tashamizda. Qani mayli, mana bu tomondan olib ko'ramiz. Farovonni ham xuddi shunaqa. Agar buni ham yaxshi o'sha finish ro'stlar bilan boqadigan bo'lsak, 600-700 gramga chiqib boradi. Xo'sh, qani jim tur. Jim tur. Qochib ketyapti. Sal mazgi mashhur bo'lib ketasan. Jim tur. Mana bo'ldi, jim. Tinchlan. Tinchlan. Malades. Mana. Tashi 400 gram. Bu ham xuddi shunaqa tug'dirtiradigan yemda turibdi. Agar buni ham o'sha finish ro'st qilib boqadigan bo'lsak, bu ham shu 600-700 gramgacha chiqib boradi. Buni tuxumlari xuddi shunaqa gramiga tortib ko'ramiz. Hech hali tuxumini tortib ko'rmagan ekanman.
Hozmanali bo'ynini tortib oldik. Esingizda bo'lsin, men bunga 70 kun bo'ldi. Men bunga narigi partiya bilan teng 55 kun bo'ldi. Pastigilar sal qariroq. Hop. Ketdik endi. Mana 3 ta tuxum olib oldim. Buni ham tortib ko'ramiz. 14 gram. Bu boyagi 55 kunligi 13 lira. 14 gram. Xuddi shunaqa. Jo'jalari yirik. Hozir jo'jalarni ham ko'rsatib o'taman bir chekkadan. Bularni tanishtirib o'tdim deb o'ylayman. Agar tushunmagan joyinglar bo'lsa, bemalol so'raverasizlar. Xo'sh, yemlarimizni aytib o'tdim. Mana bu rus bo'ladi. Hozir tarozi ham olib olamiz. Tarozini ham olib olib, mana bu bruderxonamiz bo'ladi. Umumiy ko'rinishini bundoq olib o'tamiz. Xo'sh. Mana rost kroshka maydalab o'tirmaysizlar. Shundoq berilaveradi. Tarozi yoqib olamiz yana. Xo'sh. Mana bu 20 kunlik bedanachalarim. Yo'q. Bu nima deyapti? 20 kunlik. Jimtir yo'qki. Sanam ota-onangga o'xshagan qaysarsaning. Jimtir. Tortib ko'rsataysan. Shu 140 gramga yaqin ekan, tinch turmayapti. Shu 130 ekan. Mana shunaqa. Endi mana bu yerda 30 kunlik bo'lgan bedanalarimiz bor. Hozir buni ham olib ko'rsatamiz. 30 kunliklarni. Xo'rozi ekan. Bu ham olishmaysan sanam. Tinchlantirib olish yo'li. Bo'ynidan ozgina qissanglar tinchlanadi. Hozir mana shu qo'yamiz. Mana tinchlantirib olamiz. 270 da endi 1 gram kam 270. Bundan kattalari ham bor. Xo'p, mana bu zot, mana yangi zot jigarang. Bundan ham xudo xolasa ko'paytirish arafasidamiz. Xo'p, bular ham sotuvga chiqaramiz. 20 kunliklarimiz qancha narx qo'yamiz? Kommentda yozib ketinglar mayli. 30 kunlikka qancha qo'yamiz? Buni ham yozib ketinglar. Tushunmagan joylar bo'lsa, o'zim narxini aytib beraman. Bu ham 20 kunlik. Ma'lum bilan teng. Mana bu partiya. Hop, endi kichkinachalarga o'tamiz. Naryoqda ham bor, ozgina. Endi kichkinalarga o'tamiz. Bu yoqda Italiya bedanasi bor. Mana. Kam-kamdan ochib yotibmiz, xudo xolasa. Buni ham sotuvga qo'yamiz, xudo xolasa. Xo'p, bu yoqda aralash Beli gigant bilan Smoking, Eston и Faraon. Smoking, Faraon, Beli gigant, Eston qanisan? Mana Eston. Mana Eston. Mana shu Eston bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Faraonlarimiz 6000 so'm, Beli gigant 4000 so'm. Eston bilan Smoking ham 4000 so'm. 1 kunligi. Bular hozir 3 kunlik. 3 kunlik. Mana bu yoqda ham bor. 3 kunlik bular ham. Bir sapsariq narsaga ikkita qora
bundoq yopishtirib qo'yganga o'xshaydi, ko'zini qarang. Bularni ham sotamiz. Xudo xohlasa zakaz olamiz. Kimga nechta kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. 4000 so'mdan qilib beramiz. Buni tuxumini 1,5 ming so'm qilib beryaptik. Xo'p, Italiya bedanamiz tuxumidan bor. Kimga kerak bo'lsa qilib beramiz bundan ham. Italiya jo'jamiz mana. Nishoni birinchi partiya. Inshaalloh eson-omon katta bo'lsa, ko'paytirib bundan ham sayroqiga qo'yamiz. Fazanimiz bor 3 ta. Bu endi mavzudan tashqari. Xo'p, bularga nima berasiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bularga hozirgi paytda vitamin to'xtatilgan, absolyutno vitamin to'xtatilgan. Rus berilyapti. O'zi 15 kun mana bularga start beriladi 15 kun. Undan keyin 15 kundan keyin ikkinchi 15 kunlikka o'tganda Rus beramiz. Rus 15 kun beriladi. Shunda 30 kun bo'ladi. 15 kun start, 15 kun Rus, 15 kun finish beriladi. Agar go'shtga so'ysanglar. Go'shtga so'yib yuboraman desanglar, o'sha 15 kun finish berasizlar. Yo'q, men tuxumini olaman deydigan bo'lsanglar, xo'roz makon aralash boyaga B3 dan Toshkent viloyatida bo'ladigan bo'lsanglar, B3 dan berasizlar. Ilk otaga borib B3 yem bering menga desanglar, o'sha yemdan berishadi. U tug'diradigan yem. Tuxumni, nima deydi, urug'ini, pushtisini tezroq rivojlantirib beradigan yem bo'ladi. Xo'p. Go'shtga bo'lsa finish berasizlar. 30 kundan keyin. Xo'p. Ma'lumotimiz shu. Yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga yoki pastdagi nomerlarga telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan Ro'ziyev Azimjon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.